Xurmo daraxti necha yoshda o'ylaysizlar? Taxminan 50. Xo'p. Xurmo daraxti yoshini bilish uchun nima qilamiz? Qashin sanaydi. Qattog'ini. Mana shu 1 yosh. Ayt, qattog'ini. Oyiga sanab. Uchta. Mana shu bandi 1 yoshga kiradi. Endi sanab chiqsangiz kelib chiqadi. Ancha bor ekan. Lekin 80-100 yildan osha yashamaydi. Xurmo daraxt ayol alohida, erkak alohida. Gullagan mahalda qo'l bilan nima qilinadi? Tashtiriladi. Bo'lmasa nima qilmaydi? Nima qilmaydi? Rasululloh Makkadan Madinaga kelishganda, endi Madina qavmi nima? Buni mirishkor xurmoni ustasi kelib o'zini holiga qo'yiladi ishga. O'sha yili hech kim nima qilmagan. 1 yil xurmo bo'lmagan. Rasululloh nima deyishgan? Dunyo oshini sizlar ustasizlar, o'zingiz bilasizlar. Xuddi erkak ayolga o'xshagan ko'chat alohida bo'ladi, gullashga ham alohida bo'ladi. Mana shunday baylab qo'yiladi. Bir tup yaxshi xurmo 100 kilodan 300 kilogacha xurmo qiladi. Yaxshi qoladi. Ana olinadi, yeb olinadi o'ylaysizlar. Manturda o'qitishi kerak edi. Manturlar ko'rgansizlar-a? Ulamolar Ibn Qoyyim rahimahulloh Rasululloh bu xurmo ko'chatini odamga o'xshatishganda, musulmonga, mo'minga o'xshatishgan. Nima olsang faqat foydalanasan. Xuddiki mo'min odamdan nima so'rasangiz, nima olsangiz, nima odamga foydasi deydi. Xurmo daraxti ham shunaqa endi. Buni mana lif deydi, mana shularda ko'rpacha, yassi ichiga solingan, barglari tomga yopilgan, xurmosidan foydalanilgan, danagini hayvonlarga berilgan. Oxiri 80-100 ga kirganda xurmo ko'chat nima bo'ladi? Vafot etadi deyiladi. Vafot etgandan keyin ustun bo'lish ishlatiladi, yo'lmasa kesib turib, nima qilinadi? Idish tovoq. Nima chiqilib, nima chiqmagan? Chiqindi, nushkur chiqmaydigan daraxt uchun Rasululloh mo'minga o'xshatishgan. Endi Ibn Qoyyim rahimahulloh nima deyshadi? 5 ta o'xshatishadi. Mo'min odamga yetishlik oson. Qachon iltimos sizga bir nima so'rasangiz, sizga yengillik bilan javob beradi, umrisini beradi. Xuddi bu ham xurmosi pishsa, bitta arqon. Xuddi mantordan chiqadi-yu, mana bitta arqon bilan chiqib ketaveradi. Bir kishi bemalol chiqib beliga baylaydi, xurmo ko'chatini buzadi. Bir oyoq qo'yilgani bor. Endi bo'lsa juda ajoyib. Oson. Keyin bir kishi kelib so'raydi Rasulullohni, odamlarda yaxshisi kim desa, odamlar yaxshisi umri uzayib, yaxshilik ko'paygan. Bu ham shunaqangi. Umri uzaygan sari mevasi samarasi ko'payib boraveradi. Odamlar yomoni nima desganda, umri uzayib, unda yomonlik ko'paygan. Keyin oq ko'ngil deymiz, insonni, mo'min odam oq ko'ngilda deymiz. Xuddi buni ham o'ziga bor, jummor deyiladi, oppoq bo'ladi. As qalbi. Ana shu jummor qurisa, bu ham quriydi. Ta'mi bir shakar qamish o'xshash bilan bo'ladi. Keyin bu yana mo'minga o'xshatishligi, mo'min odam yaxshilikka, yomonlikka nima qiladi? Sabr qiladi, qazo qadorga nima iymon keltiradi. Bu xurmo daraxti ham shamol, qurg'oqchilik, hammasiga eng chidamli daraxt. Rasululloh mana mo'minga o'xshatishadi. Ba'zilar aytishadi, Madinada bu Rasululloh paytda xurmolar deyishadi. 80-100 yildan oshiq umr ko'rolmaydi. İnternette bu eshitdi shuning uchun. Payg'ambar ko'rgan xurmolar ham bor Madinada. U to'g'ri kelmaydi. 80-100 yil yashaydi xolos.